Qondagi eng arzon ro'mol sharflar qayerda sotilishini bilamdilaring? Hozir men sizlarga birma-bir ko'rsatib chiqaman, narxlari bilan va sotuvchilarning raqamlari bilan ko'rsatib berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ro'mol o'raydigan yoki ro'mol bilan shug'ullanadigan tadbirkor ayollarga tashlab qo'yasizlar videoni. Hozir biz Bog'cha bozorining so'nggi darvozasi. O'sha ko'rsatgan joyim bo'lsa, endi bu ro'mol bozoriga kirish mahallada yangi bozor ochilgan. Bog'cha deymizmi bo'ldi boshqami? Lekin meni fikrim bo'yicha bog'chaga tashgan mahalladagi bozor. Kirishdan yurib keldik. Dag'i mana polnisti ro'mol bozor. Ro'mollar, ishlab chiqarish sharflar, hamma yo'q bor. Hamma narsani to'sadigan bo'ladi. Misr ro'mollar bizlarni hamma ro'mollardan bor. Hozir endi buni azoq ko'rsatib beraman. Bunaqa tosh qadalgan, nijatka, mana shunaqa sovuq pagodalarga kiysa bo'ladigan ro'mollar 18 ming so'm ekan. 10 xildan oshiq ranglari bor ekan. Velvet material, tosh qadalgan, chiroyli fasondagi ro'molimiz 22 ming so'm ekan. Buni ham 7 xil, 8 xil rangi bor ekan. Tosh qadalgan, chiroyli modelligi uzun ro'mollarimiz 18 ming so'mdan ekan. Buni ham 10 xildan oshiq rasvetkasi bor ekan. Mana shunaqa tosh qadalgan Kaliforniya ro'mollarning narxi hammasidan har xil rasvetkalar bor ekan. Hammasi birdek 15 ming so'm ekan. Bunaqa ro'molni ichidan kiyib oladigan yoki hozir moda bo'ldi, shuni o'zini ham ro'mol qilib o'rash mumkin ekan. Bularning narxi turban shapkalar 15 ming so'm ekan. Mana shunaqa boshqacharoq rasvetkasi, tosh qadalgani, material boshqachasi, buning narxi 18 ming so'm ekan. Buni ham 10 xildan oshiq rasvetkalari bor. Bilmayman, bir nechta xil svetchilar ham ko'rib turibsizlar. Mana shu yerdagi XB va kashka ro'mollarning donasi 10 ming so'mdan ekan. 10 ming so'm. Tanlab olaverasiz. Kiyib oladigan har xil ranglari bor. Mana shunaqa shapkalar narxi 15 ming so'mdan. Mana bunaqa rasvetkasini tepadagi bunaqa fasonniki 20 ming so'm ekan. Ranglari bo'lgan Misr ro'mollar bitta 85 ming ekan. Hatto men ayolimga o'zi 120 mingga olib bergandim. Bunaqa uzun bo'lgan ximar ro'mollarimiz narxi 85 ming so'm ekan. Ranglari 4-5 xil ranglari bor ekan. Chiroyli arabika ro'mollar. Mana har xil rasvetkalari bor ekan. Ko'raverasizlar. Narxi 75 ming ekan. Juda ham arzon. Ro'mol bozor O'zbekistondagi eng katta bozorlardan biri deb o'ylayman. Chunki bir uchi bitta mahallaga, ikkinchi uchi keyingi mahallaga mana bu mahalladan kirishda ham onli ro'mol purishlar, bular hammasi opton sotuvchilar. Ichkarida hamma ro'mol purish, sharf purishlar. Hozirgi obzorlar